Bizni tomirlarimizni kessangiz qon emas, asal chiqadi. Asalchi emas ular. Birorta asalchi ko'chama-ko'cha, oshxona, ostanovka avtobuslari ichiga hech qaysi asalchi bormaydi. 5 tonnagacha asal olamiz. Yarmarkaga kelmaganlarga alam qilsin deymiz, nima deymiz boshqa? Asal nafaqat shirinlik, balki sog'liqdagi ko'plab muammolarni bartaraf etishdagi yordamchimiz ham. Uning iste'moli organizmimiz uchun juda foydali. Bugungi Asal bayrami nomli ko'rgazma yarmarkasida esa biz asalarichilardan shu soha bo'yicha o'zimizni qiziqtirgan ayrim savollarga javob oldik. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz? Meni ismim, assalomu alaykum. Meni ismim Farid. Asalarichilik bilan necha yildan beri shug'ullanib kelasiz? 25 yildan beri. 25 yildan beri asalarichilikda shug'ullanaman. Meni ismim Rahmonqulov No'monjon. Zomindan keldik, Jizzax viloyati Zomin tumanidan asalarichilik bilan shug'ullanamiz. Savdo faoliyati bir 20 yilga borib qoldi. Men dadam asalarichi 40 yildan beri bilan shug'ullanadi, asalarichilik bilan shug'ullanadi. Меня зовут Литвиненко Ольга. Смотрите, да, это у нас как потомственно идет уже, как мужа дедушка начал заниматься с 59 года, отец занимается, потом вот мой муж, сейчас у нас сын подрастает 12 лет, у нас это продолжаем. Это очень интересное, увлекательное дело, и эту работу нужно любить. Если любить не будете, то и не будет меда, нужно трудиться. Но работа очень тяжелая. Ne'mati Bekjon. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman Qumbosi mahallasidan keldik. Biz 3-avlod asalarichisiman. O'zim shu asalari ichida shu nimasida tug'ilib, yoshligimizdan katta bo'lganmiz. Bu yilgi yarmarkaga hozir 20 xildan oshiq asallarimiz bilan qatnashyapmiz. Печенкина Анна Анатольевна, Узбекистан, город Ташкент. Ну, если так считать, с 1877 года из поколения в поколение. Сейчас мне 54 года. Значит, всю практически свою жизнь. Ismim Muhammad Yusuf. Asalarichilik bilan ancha yildan beri shug'ullanamiz. Namanganning Chus degan joydamiz. Qanchadan beri shug'ullanasiz? Endi biz yoshligimizdan shug'ullanamiz. Bizni tomirlarimizni kessangiz qon emas, asal chiqadi. Abdurahim Ziyodullayev, Surxondaryoning Sariyosha tumanidan keldik. Asalarichilik bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? Endi shu bizlar otamiz asalchi bo'lganlar. Shuning ichiga tug'ilib, katta bo'lganmiz. Shu aqlimiz borligidan dadamizga yordam berib, hozirgacha ishlayapmiz. Mana 4-avlod ishlayapti. Bir umr shu asalchilik, boshqa hunarlarimiz, kasblarimiz ko'p. Asosan kasbimiz shu asalarichilik. Asal tabiiy ekanligini xaridori qanday bilsa bo'ladi? Asal tabiiy ekanligini birinchi olinganda asallar suyuq bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan kristallanib qotish holatiga o'tadi. Tabiiy asalning eng oson yo'li shu. Keyin suyuq holatda cho'zilsa ham uzilmaydi. Keyin og'irligida eng zichligi yuqori bo'ladi asalda. Qog'ozga tomizsangiz ham namlik o'tmaydi tagiga. Toza asalda namlik o'tsa, demak bu asal hisoblanmaydi. Покупателю, ну смотрите, это на порядочность и на честность пчеловода. Мы работаем на постоянного клиента, потому что мы хотим, чтобы к нам возвращались покупатели, клиенты. Поэтому мы работаем честно, натурально продаем. Asal tabiiy ekanligini endi bu yerda yarmarkamizda hozir tashkillashtirgandan beri shu yil rosa nazoratlar yaxshi bo'ldi. Laboratoriyalar kelib, laboratoriyalar tekshirib, hammanikini unaqa anaqasi yo'q. Qayerdan bilsa bo'ladi desa, asalda asallik tam bo'lishi kerak. Ko'pchilik odamlarda gap bor, asal yeganda tomoqni qizdiradi, kuydiradi deydi, lekin u tomoqni qizdirishga, u asal tomoqni qizdirib kuydirsa, u boshqa narsa bo'lib qoladi. Asalda asallik tam bo'lishi kerak edi. Asalli shu hamma narsalari o'zini tabiiyligi, ta'mi o'zgacha bo'ladi. O'zi uni asal yeb yurgan odam biladi. Masalan, olma bilan nok farqi bo'ladi-yu, yeganda biladi-yu. Yemagan odam ham bunisi shirin, bunisi bemazaroq ekan deydi. Xuddi asal ham shunaqada. Yeb yurgan odam biladi. Asal tabiiyligini xaridor rangidan, hididan ajratishi mumkin. Oddiy usuli massa og'irligidan ajratsa ham bo'ladi. Endi uni qanday deb so'rashganlariga 1 litrli bankada misol mahalliy o'lchashsa 1,5 kilo siqqan asal yaxshi sifatli asal hisoblanadi. 1 kilo 400 lar siqqan asallar yaxshi emas. Keyin
oddiy salfetkaga bunday tomizib ko'rganda tagiga nam o'tmasa, shu ham toza asal hisoblanadi. Oddiy mahalliy laboratoriya usullarida aniqlasa ham bo'ladi. Qaysi asalingiz xaridorlar orasida eng talabgor? Hozirgi kunda talabgor asallarimizga bitta paxta yantoq asallarga talab ko'p bo'lyapti. Nimaga desangiz, arzonroq. Undan qimmatroq asallar ham bor. Masalan, oq quray gulini asali bor. Boshqa asallarga ham talab ko'p. Tog'da kiygot gullarning asaliga ular sal qimmatligi uchun asal yarmarkamizda ko'proq yantoq, paxta, keyin semichka asallarga talab ko'p bo'lyapti. Смотрите, так однозначно сказать невозможно, потому что в любое время года нужен свой мед подбирать на организм. Например, вот сейчас в зимнее время самый актуальный горный мед. Он считается один из самых крепких медов, потому что в горах, где стоим в горах Бостон-Лыки, там до 30 видов, разновидностей разных трав, и он такой насыщенный, именно противовоспалительный, противовирусный, очень иммунитет укрепляет. А если брать, например, у кого желудочно-кишечный тракт болит, пищеварение плохое, то степной мед вот в этом подразделяется. Смотрите. Да, вот из местных медов это бостон-лыкский горный, это самый один из дорогих медов, потому что его по медосбору собираем меньшее количество. Это горный мед, самый крепкий, насыщенный, он 160 тысяч килограмм. Самый дешевый вот по 100 тысяч килограмм, это степной сырдаринский мед. Вот, как я уже рассказывала, он полезен для детей, для желудка, для пожилых, давление он не повышает, аллергии не дает, для кишечника, для пищеварения. Вот на каждый день вот этот мед очень. Он каждый сорт меда по-своему очень полезен. Eng talabgor asallarimiz tog' asallari hisoblanadi. O'zimizda местный asallar, oq quray gulning asallari, keyin shu vysokogorniy baland joylarda olingan asallar hisoblanadi. Immunitetlarni ko'tarishga juda foydasi katta. Yantoq asali oshqozon uchun juda foydali. Rastropsha asali jigarga foydali asallarimiz. Kiyigoti asallari davleniyaga juda foydali. Mana bu shu baland tog'da olingan asallarimiz Vasilyov guliniki ko'z nuriga juda foydali asal hisoblanadi. Yantoq asallarimiz bor. Yangi holatdagisi 3 yil, 4 yil saqlangan asallarimiz bor. Hozir tog' asalimiz talabgor bo'lyapti. Keyin paxta yantoq cho'l asalimiz ham talabgor. Sababi shamollashlarga, oshqozon ichak kasalliklariga yaxshi. Tog' asali immunitetni ko'tarishga, yurak xastasi borlarga, davleniya xastasi borlarga haqiqiy giyohlardan olingan o'sha asalimiz yaxshi hozirgi kunda. Asalchilik rivojlanishi uchun yana qanday sharoitlar yaratilishi kerak? Asalchilik rivojlanishi uchun qanaqa sharoit? Sharoitlar yaxshi edi. Ilgari hozir klaster bo'lib, klasterlar rosa ko'p zahar sepib, asalchilikka jarga yetarib olishyapti. Shu klasterlar shu asalchilar bilan hamkorlikda zahar sepsa yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin hukumatimizdan ham yordam yaxshi asalchilarga zo'r. Ko'proq daraxtlar gul ekish kerak. Xudoga himoya qilish kerak. Ko'p ba'zi asalchilik bazamiz kamayib ketyapti-da anaqa. Mol, qo'y yeb qo'yadi. Shunaqa masala bor. Keyin shu Yevropada shunaqa narsa bor, asallarchilikni rivojlantirish uchun, yordam berish uchun ular yo'l chetlariga gul ekishadi ko'proq. Чтобы o'shanda asal olsin deb. Ektirishadi, majbur kakoni. Bizda ham shunaqa qilsa yaxshi bo'ladi. Ko'proq gul eksa, asal beradigan. Baribir qanchalik gul ko'p bo'lsa, asal ko'p. Qancha asal sotdingiz yarmarka davomida? 600-700 kilo sotdik. 5 tonnagacha asal olamiz bir sezonda. Qolganini o'zimizda tog'da asal sotiladi. Do'konimiz bor, o'sha sotamiz. Hozir 1 tonna 200 kilolar sotildi. 1 tonnadan ko'proq sotdik. Asalimiz sal qimmatroq bo'lsa ham, lekin yaxshi 1 tonnadan sotdik. Endi hozir yana 5 kun bor 21-gacha. Xudo xolisa yana qolganlari ham sotamiz. Qancha mo'ljallagansiz? Endi 2 tonnaga mo'ljallaganman, inshaalloh. Endi bizlar 1200 ta oila arimiz bor. Asalimiz ko'p, xudoga shukr. Shu 2 tonna sotsak bu yaxshi narsa. Eng qimmat va eng arzon asal qancha? Ularning qanday farqi bor? Eng arzoni cho'l asallari hisoblanadi. Sababi cho'lda dala maydoni ko'p, gul ko'p bo'ladi. Bir uyadan 30-40 kilogacha asal olish mumkin. O'shaning uchun uni tan narxi arzon tushadi, arzon sotadi. U arzoni yaxshi, qimmati yaxshi, arzoni bekorga arzon emas degan savollar ham ko'p bo'ladi-da. Shuni sababi asosiysi shu, tog'larda kamroq bo'ladi. Bitta uyadan 5-6 kilo olinadi. Xolos shuning uchun tan narxi qimmat tushadi. Rasxodlari bor, yo'l kirollari bor. O'shaning hisobiga ba'zi bir xaridorlarimiz arzoni yaxshi asal bas deb o'ylaydi-ku, uni hosildorligi ko'p bo'ladi. Shu bitta uyadan 30-40 kilo chiqadi. Shuning uchun uni arzon sotiladi.
Hammasi yaxshi asallar. Qimmat arzonligi, kolичество ko'p olingan asallar, miqdori ko'p olingan asallar, o'sha paxta, yantoq asallari ko'p olinadi bizning iqlimga, sharoitimizga. O'shalar arzonroq beriladi. Qimmat asallar tog'da bo'ladi, kam bo'ladi, tabiat injiqroq, asal kam bo'ladi yoqda. Eng qimmati necha pul narxi? Eng qimmat 150 ming, arzoni 100 ming. Nima uchun asalni to'g'ridan to'g'ri asalchidan olish kerak? To'g'ridan to'g'ri asalchidan olinsa dehqonni qo'li barakali bo'ladi, uncha og'iridan qo'shib beradi. Ko'proq asalchilar mahalla ko'chalarda sotib yurmaydi. O'sha asalchini o'ziga borib olishni bu o'zim tavsiya qilaman. Misol shu yoshga kirib hali birorta asalaricha ko'chada asal sotib yurganini ko'rmaganmiz. Sizlar o'zingizlar sotuvchilarga chiqarib turasizlar? Ha, optim sotuvchilarga chiqarib turamiz. Faqat shu yarmarkalarda qatnashamiz xolos, bozorda sotmaymiz. Dastlabki qilib chiqarib berib turamiz. Sotuvchi ko'p bilmaydi, u duch kelgan beradi, ustiga 5 so'm qo'yib sotadi. Bilmaydi qanaqa asal, qayerdan olgan. Jarayonda baribir asalchini o'zi Asalchidan olgani yaxshi. Shu mana oldin ko'chadan olishardi. Bu asalchi emas ular. Birorta asalchi ko'chama-ko'cha, oshxona va oshxona, ostanovka avtobuslari ichiga hech qaysi asalchi bormaydi. Yo'q, endi bitta sotuvchilarni ham olsa bo'laveradi. Asal arichini o'zidan olsin degan joyi yo'q. Ikkovidan olsa ham bo'laveradi. Bitta endi yarmarkada 10 kunga arzon narxda sotamiz. Masalan, o'sha 100 ming, 120 ming sotib kelayotgan asallarimizni bitta 60 ming, 70 ming sotyapmiz. Nimagaki xalqqa arzon asal mazza qilib yeyishsin degan maqsadda shunaqa arzon narxda qilib qo'ydik. Bitta shu asosan bitta 90% dehqonlar kelib, asallar bilan shug'ullanadiganlar kelib asal sotishadi bitta shunaqa. Yarmarkaga kelmaganlarga nima degan bo'lardingiz? Yarmarkaga kelmaganlarga alam qilsin deymiz, nima deymiz boshqa. Arzonroqqa asal olib olishardi, alam. Qalam yag'i. Я бы сказала этим людям, конечно, это жаль. Мы живем в такой стране, которая государство нам предоставляет такую широкомасштабную выставку, выбор, вкус, ассортимент с регионов всей нашей страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, разносортные сорта меда, названия трав, цветов, разновидность даже которых на рынке не всегда встретишь. Endi yarmarka maqsad faqat asal sotish emas, biz ham asalchilar bilan ko'rishib, tanishib, yana fikr alishamiz-da. 1 yil kutamiz-da, qachon. Misol uchun 1 yilda bir marta bir xillar bilan ko'rishamiz-da. Ular boshqa anaqa viloyatlardan kelishadi, fikr alishamiz. Har yili qatnashasizlar? 5-6 yildan beri qatnashaman asallarchi yarmarkasida.